TMS apparatimiz ishlayapti. TMS degani transkranial magnitostimulyator degani. Marhamat. TMS terapiya nima? Transkranial magnit stimulyator deyiladi. Bu apparat orqali miya faoliyatiga to'g'ridan-to'g'ri o'choqqa ta'sir qilamiz. Ya'ni bu kasalliklardan katta depressiv buzilishlar, katta depressiv, ya'ni tushkunliklarda, eshituv gallyutsinatsiyasi, shizofreniyaning negativ simptomlari yoki shizofreniya bo'lmagan odamlarda ham negativ fikrlar bizni qiynaydi, o'shalarni davolashda. Keyin obsessiv kompulsiv buzilishlar, nevrozlarda ko'proq uchraydi. Neuropatik og'riqlar, Parkinson kasalligi, insult, motor insultda o'zlaringizga ma'lum motor deymiz, bu harakat faoliyatining chegaralanishi va sezgi faoliyatining buzilishlariga markazlari orqali ta'sir qilamiz. Alzheimer degan kasallik bor. O'sha Alzheimer kasalligiga yaxshi ta'sirga ega. Migren kasalligi, ya'ni birlamchi bosh og'rig'i da ham davolash nimalari bor, muolajalari. Autizm degan kasallik bor. Bunda ya'ni atrof muhit bilan muloqotni buzilishi yoki uzilishi holatlari bo'ladi. Bunda ham davolash uslubi ancha yaxshi samara beradi. Orqa miyaning zararlanishi, ya'ni jarohatdan keyingi zararlanishlarda yoki spinal qon aylanish buzilishlari, ya'ni orqa miyaning qon buzilishlari, qon aylanish buzilishlariga yaxshi foyda bor. Turetta kasalligi bu nima? Bu oddiy va murakkab harakat va vokal tiklar, har xil tiklarni bu 12 oydan boshlab davolasa bo'ladi. Bu TMS apparati orqali. Cerebral falaj, ya'ni DCP deb aytamiz ruschasiga, bu bosh miyaning tug'ruq jarayonidagi yoki genetik anomaliyalarni o'sha simptomlarini to'g'rilab berishda juda katta yordam beradi. Keyin nutq buzilishlari. Bunda allaliya deymiz, ya'ni umuman gapirmay qo'yishi, dizartriya deymiz, nutqning to'liq talaffuzga ega bo'lmagani va shunga o'xshagan duduqlar bor. Mana duduq deb aytamiz, bizning mahalliy tilda zaykaniya, mana shu kasalliklarga yaxshi ta'sirga ega. Keyin insultdan keyin disfagiya, ya'ni yutinishning yo'qolishi yoki buzilishi. Keyin insultdan keyin afaziya, ovozning chiqmay qolishi yoki tarqoq skleroz, bu kasalliklarga ham yaxshi TMSning foydasi yaxshi bo'ladi. Va oxirgisi surunkali quloq yoki boshda shovqin bo'lishi. Mana shu muolajalarni o'tkazib xalqqa yordam berib kelyapmiz.